Salom onajonlar, bolangiz ovqat yemayaptimi? Balki siz ushbu 3 ta xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Diqqat bilan tinglang. Ma'lumotlar juda ham foydali. Birinchisi, majburlab ovqatlantirish. Ba'zi ota-onalar bolalari ovqatlanmaganda ularni majburlashadi va bu aksincha bolani ovqatni rad qilishiga va ishtahaning pasayishiga olib keladi. Buning o'rniga bolangizga kichikroq porsiyani taklif qiling va uni rag'batlantiring. Masalan, unga yana bir qoshiq yeb ko'raylik, so'ngra o'ynaymiz deng yoki o'yin ichida unga mahsulotlarni, ovqatini taklif qilib boring. Shunda bola ovqatini yeydi. Ikkinchisi, planshet yoki telefonlar bilan ovqatlantirish. Unda bola faqat ekranga qiziqadi, doim ekranni kutadi, ovqatga qiziqmaydi. Uning o'rniga siz bolangizga qiziqarli savollar berib ko'ring, u bilan suhbat quring yoki bo'lmasa uning yoqtirgan qo'shiqlarini aytib bering, sevimli etarlarini aytib bering. Shunda bola diqqatini ovqatga qaratadi, telefon va planshetlardan uzoqlashadi. Uchinchisi, bola ovqatni rad qilganda unga boshqa narsalarni taklif qilish. Bu orqali bola tanlab yeyishni o'rganadi. Buning o'rniga siz bir ovqatni bir necha marta taklif qiling. Sabrli bo'ling, bolalar yangi ta'mlarni vaqt o'tishi bilan o'rganadi. Shu 3 xatoni takrorlamaslik orqali bolangiz ovqatlanishini yaxshilashingiz mumkin. Yanada keng maslahatlar va menyularni boyitish uchun kanalimga obuna bo'ling.